prorabli o'ti injig'i bo'ladi. O'zinikiga narsa taklif qilishi qiyin bo'ladi. Nimaga eng zo'rini taklif qiladi? Bu kim uy aka u? Bu okamni uylari. Yo'qda o'sha domligini ko'rib, mana shunaqa qilamiz deb men o'zim tavsiya qildim. Ko'ryapsizmi? Ya'ni akam o'zi usta shunaqa uylar quradi. U bilasizlar o'zi prorabli o'ti injig'i bo'ladi. O'zinikiga narsa taklif qilishi qiyin bo'ladi. Nimaga eng zo'rini taklif qiladi? Значит, shu penoplast diagram eng zo'rini bilishdi qolganlarga qaraganda, siz ham o'ylab kommentariyga fikringizni yozaverasiz. Bobur aka qurishlaringiz asosan oyna chekar, obnalishkalarga nima ishlatasiz ko'pida? Shunaqa narsalar ishlatiladi. Beton, fibrobeton, gips. Yo'q, unaqa ishlatmaymiz-ku. Aslida shu poketiyaga ishlatamiz. Poketiyaga afzalligi nimada? Ham tez bo'ladi, ham chiroyli, sifatli, mustahkam. Mana shuni bir kunga ham bormi yopishtirib bo'ladi. Mana shu bitta nechta rom? 1 2 3 4 5 10 15 ta xohlasammi? Bir kun ma'lum tashadi. Shunaqa. Zo'r. Bobur aka narxini ham bitta aytib ketaylik. Odamlar narx qiziqdi. O ja qimmat narsa emas. Aka bu arzon narsa. Mana shu obnalishka olib necha pulga oldi Bobur aka? Buni narxi общий hisoblangan 1 million necha pul tashadi shunda? 1 million 9 a? 1 million 900 ming so'mga bir 10 ta 15 ta rom aka. Xullas romingiz bittasi 100 ming 150 ming so'mdan aylanayapti. Wow degan narsa emas. Lekin video ko'ryapsizmi aka? Video просто ideal chiqqan. Xullas obnalishka, tegi stoperlari, karnizlari hammasini zo'r qilib beramiz. Pastda raqamlar qoldigan bo'lsa, raqamlar orqali bemalol bog'lanib ma'lumot olsangiz bo'ladi yoki pastga kommentariyaga o'zingizning nomeringizni qoldirasiz. Bizning operatorimiz o'z sizga bog'lanadi. Xullas bizdan kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling. Yoki videoga bitta like bosing. Assalomu alaykum.